Siz o'zi kimsiz? Odam yo shayton? Yomonlik qilasiz, qo'rqmasdan har on. Dunyoga aslida hammamiz mehmon. Xudodan qo'rqing, ey aziz inson. G'iybatlab tinmaysiz odamni har on. Bu qilmishingizdan shayton ham hayron. Hammasini ko'rib turibdi Rahmon. Xudodan qo'rqing, ey aziz inson. Mol davlat ortidan quvasiz tinmay, yetimning haqqini yedingiz bilmay, oxirat kunini bir bor o'ylamay. Xudodan qo'rqing, ey aziz inson. Kibrning otiga minib olgansiz, o'zganing chetlarga surib borgansiz, zulmatning ichiga botib qolgansiz. Xudodan qo'rqing, ey aziz inson. Tilingiz tig' kabi dillarni silar, odamlar ko'nglini osorga ko'mar. Gunohingiz har kun tog' kabi bo'ylar. Xudodan qo'rqing, ey aziz inson. Ota va onaning qadrini bilmay, duosini olmasdan yuziga kulmay, xor qilmang ularni gaplarini olmay. Xudodan qo'rqing, ey aziz inson. Birovning baxtini ko'rolmaysiz hech. Hasadning o'tida yonasiz har kech. Tavbaga shoshiling, bo'lmasadan kech. Xudodan qo'rqing, ey aziz inson. Farishta yozmoqda har bir so'zingiz, tuproqqa to'ladi bir kun ko'zingiz. Nasihat aytmoqda muslim do'stingiz. Xudodan qo'rqing, ey aziz inson.